Bizda hozir Sirdaryodamiz, Abu ukamga shart beraman. Meni uyim Yunusobod Shahristanskiyda. Hozir siz shu yerdan yo'lga chiqib ketasiz. 120 km 2 soat ko'rsatyapti. Eshigimni taqillatasiz, jiyanim chiqadi, qo'lini ushab, "Ukam, tog'ang seni yaxshi ko'rar ekan" deb Sirdaryoga obratno qaytib keladi. Bo'ldi. Bitta mashina gap yetish uchun Toshkentga borib keladi. Uxlamaganman. Soat 10:30 bo'ldi, ukam. 2 soat u yoqqa, 2 soat bu yoqqa. Da, mana mana shu qizuv. 3-4 bo'lib ketadi. Xolasangiz hozir yotib uxlang, menga yana $1000 bering. O'sha $2000 foydada bo'laman. Ketdi azim aka. Aka rostdan ketyapmizmi? Shunaqa alamimni olaman, aka. Iflosmisiz aka? Cho'milib chiqishga ulguramanmi? Voy, ovqatlanishga ham ulguradi. Bo'pti, men ketdim. Dam oling. Soat 11 da yo'lga chiqdim. Dakansa boramiz. Hozir uyqusira yurishdi deydi o'ram. O'lib ketishadi aka yo'lda. Jonim bizamiz, maza qilamiz, bo'ldi. O'ylama, bugun bizaniku. Sirdaryodan chiqdik. Bu Abdurahmon akam joyida. Voy, yashayman ha bu gap o'taman bugun. Voy. Uyqusga o'tdim. Yashash kerak. Nima deyman? O'zingiz hopdingiz bilasizmi? Aka, kemaga tushganni joni bir. Chidis. Chiqoy mana suvlaridan. Voy, mana Red Bull'lari bor bu aka. O'tdi bizaga sizning hayotingiz, aka, o'tdi bizaga, bo'ldi. Biz to'g'risi uxlolmadik. Hozir telefon qilib bitta xabar olib qo'ying. Aka, kelib qoldinglarmi? Nima edi? Bitta anu xolamgilardan ham xabar olib kelasizmi deb aytuvdim-da. Qo'yib qo'ydilar. Voy, men Toshkentga kirib keldim. Alaykum assalom. Qara ukam, Ozodbek, seni tog'ang seni yaxshi ko'rar ekan. Mana shuni aytgani, men voy Sirdaryodan keldim. Yig'laysan. Bu qaraman, seni yig'latgan ekanman. Men endi ketishim kerak. Shunaqa mazeni qo'chiraman. Shunaqa alam qildi. Kechasi mana soat 3 dan ochdi. Tavba qilmasa hisob emas. Almashib haydab ketyapmiz. Soat mana 3:58 minut o'tdi. Qanday? O'xshadimi? Amikim. Oo, gap yo'q. Shart bajarilibdi. Soat 4 bo'ldi. Farg'onada gaplashamiz. Qachon? Bugun.